Avazova. Bu biz uchun mo'jiza. Alloh mehribon. Dardini bergan, shifosini ham beradi. Analiz javobi zo'r. To'g'risini ayting. Men aytgandan boshqa yana nima qildingiz? Xo'jayinimni mehrlari sabab oyoqqa turdim. Avval sizga insof berib, keyin ayolingizga shifo beribdi-da. Doktor, sizga bir narsani aytib qo'yishim kerak. Nimaga? Xullas, ayolim Halila degan bitta narsa ichdi. Nima ekan? Shu tabiiy giyohlardan tayyorlangan vosita. Ya'ni qo'shimcha ozuqa ekan. Boshqatdan analiz topshirasizlar. Nimaga? Hozir analiz yaxshi dedingiz-ku. O'sha analiz natijasi bilan eskisini solishtiramiz. Boshqa onkologlar bilan maslahatlashaman. Balki o'sha Halilani ichishni davom ettirasizlar. Balki